Donald Tramp Eron bilan kelishuv yaqinligi haqida gapirmoqda. Pentagon esa bu vaqtda quruqlik operatsiyasiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu xabarlar fonida Eronda 1 milliondan ortiq zaxiradagi askar safarbar qilindi. Ular AQShning quruqlik orqali bostirib kirishiga tayyorgarlik ko'radi. Eron rasmiylari nima uchun mintaqadagi AQShga tegishli universitetlarga hujum qilish bilan tahdid qildi? Hindiston Pokistonga qarshi navbatdagi urushga tayyorgarlik ko'ryaptimi? AQShda prezidentga qarshi chiqqan 8 millionlik namoyishchilar Trampni ag'daradimi? Shu va boshqa xabarlarni burchak ostida YouTube sahifasida tomosha qiling. Kanalimizni kuzatib boring. Videolarimiz yoqsa like va izoh qoldirishni unutmang. AQShning USS Tripoli desant kemasi Fors ko'rfaziga yetib keldi. Uning bortida taxminan 3,5 ming nafar dengizchi va dengiz piyodalari, shuningdek harbiy samolyotlar hamda qurol-yarog' joylashgan. Bu haqda AQSh Markaziy qo'mondonligi 28 mart kuni ma'lum qildi. Missiya tafsilotlari oshkor etilmagan. Shuningdek, Yaqin Sharqqa yo'l olgan yana 3 ta kema, jumladan USS Boxer desant kemasi ham qo'shimcha elita bo'linmalarini olib kelmoqda. 24 mart kuni ommaviy axborot vositalari AQSh mintaqada yana 2 ming nafar desantchi joylashtirishini, shu orqali umumiy harbiylar soni 7 ming nafarga yetishini xabar qilgan edi. Qo'shimchasiga bir necha kun oldin Isroil hukumati Eron va Hizbullohga qarshi harbiy harakatlar fonida 400 minggacha zaxiradagi askarni safarbar qilish rejasini tasdiqlagan edi. Taxminlarga ko'ra, amerikalik harbiylar Fors ko'rfazining shimolida joylashgan Eron neft eksportining asosiy markazlaridan biri bo'lgan Xark orolini nazoratga olish operatsiyasida ishtirok etishi mumkin. The Washington Post ma'lumotiga ko'ra, Pentagon Eron hududida bir necha hafta davom etadigan quruqlik operatsiyasiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Trampning o'zi esa Financial Times nashriga bergan intervyusida Venesuelada bo'lgani kabi Eron neftini ham nazorat qilishni xohlashini aytgan. U AQSh Eron hududida yana taxminan 3 mingta nishonga zarba berishi kerakligini ta'kidlagan. Shuningdek, Tramp suhbat davomida AQSh Xark orolini egallab olishga urinib ko'rishi mumkinligini ham istisno etmagan. Eron ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, mamlakatda 1 milliondan ortiq zaxiradagi askar safarbar qilindi. Ular AQShning quruqlik orqali bostirib kirishiga tayyorgarlik ko'radi. Rasmiylar, shuningdek, Basish harbiylashtirilgan bo'linmalari, Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi va muntazam armiyaga jangovar harakatlarda ishtirok etish uchun qo'shilishni istagan yoshlarning ommaviy arizalarini qayd etmoqda. Eron qurolli kuchlarining umumiy soni muntazam armiya, Artesh va Islom inqilobi qo'riqchilari korpusini ham qo'shib hisoblaganda taxminan 860 ming atrofidagi harbiy xizmatchiga teng. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi elita harbiy tuzilma hisoblanib, quruqlik, havo va dengiz kuchlarini o'z ichiga olgan holda taxminan 150-190 ming kishini tashkil etadi. Korpus tuzilmasiga kiruvchi Basish harbiylashtirilgan bo'linmasi tarkibiga 90 mingga yaqin faol ishtirokchi va 100 minglab safarbarlik zaxiralari kiradi. Nazariy jihatdan ularning safarbarlik salohiyati 1 million kishigacha yetishi mumkin. Yaman xususiylari Yaqin Sharqda urush boshlangandan beri 1-marta Isroilga zarba berdi. Bundan tashqari, shu kunning o'zida Livanning Hizbulloh guruhi ham Isroilga bir sutka davomida 250 ga yaqin raketa uchirdi. Xususiylar bu hujum Eron hukumati hamda Iroq, Livan va Falastin hududlaridagi Tehronga aloqador guruhlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida amalga oshirilganini bildirdi. Biz Isroilning muhim harbiy obyektlariga qarshi ballistik raketalar yordamida birinchi harbiy amaliyotimizni o'tkazdik. Bizning amaliyotlarimiz e'lon qilingan maqsadlarga erishilgunga qadar davom etadi. Biz barcha frontlarda tajovuz to'xtaguncha hujumlarda davom etamiz, dedi harakat vakili o'zining video murojaatida. Qayd etish kerak, xususiylar bundan avval ham Qizil dengiz va Adan ko'rfazidagi savdo kemalariga bir necha bor hujum qilgan. Ularning hozirgi urushdagi ishtiroki Yaqin Sharqdagi mojaroni kengaytirishi va cho'zishi, shuningdek Suvaysh kanali yo'nalishida dengiz qatnovini murakkablashtirishi mumkin. Associated Press News agentligining yozishicha, xususiylar bu hujumlari bilan dunyo savdosining qariyb 12% o'tadigan Bobil Mandab bo'g'oziga tahdid solmoqda. Bu esa neft va tovarlar yetkazib berish zanjirining buzilishiga olib kelishi mumkin.
Tramp AQSh va Eron tez orada kelishuvga erishishi mumkinligini bildirdi. Qo'shma Shtatlar prezidenti bu haqda Financial Times nashriga bergan intervyusida aytib o'tdi. Washington va Tehron o'rtasidagi bilvosita muzokaralar pokistonlik vositachilar orqali yaxshi ketmoqda. Eron Qo'shma Shtatlarga 20 ta tankerda neft taqdim etadi, dedi Donald Tramp. Eron parlamenti spikeri Muhammad Boqir Qolibovning ta'kidlashicha, AQSh muzokaralar haqida ochiq xabarlar yo'llasada, biroq aslida yashirincha quruqlikdagi operatsiyani o'tkazishni rejalashtirib yuribdi. Islom Respublikasi qurolli kuchlari Qo'shma Shtatlar qo'shinlarining desant tushirishini kutyapti va o'z mintaqaviy sheriklarini jazolamoqchi, deb yozadi Eron davlat ommaviy axborot vositalari. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Tehrondagi Fan va texnologiya universitetiga berilgan zarbaga javoban Yaqin Sharqdagi Isroil va AQSh universitetlariga hujum qilish bilan tahdid qildi. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bayonotiga ko'ra, mintaqadagi barcha oliy ta'lim binolari Eron o'quv dargohlariga qilingan hujumlarga javob sifatida ularning 2 universitetiga zarba berilmaguncha qonuniy nishon sifatida ko'riladi. Mintaqadagi AQSh universitetlari xodimlari, o'qituvchilari va talabalariga, shuningdek, ular yaqinida yashovchi aholiga xavfsizlikni ta'minlash maqsadida ushbu universitetlardan kamida 1 kilometr uzoqlikda bo'lishini tavsiya qilamiz, deyiladi bayonotda. Shuningdek, Eron prezidenti Masud Pezeshkian yana bir bor qo'shni davlatlarni Qo'shma Shtatlar ularning hududidan hujumlar uchun foydalanishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Biz Eron oldidan ogohlantirmasdan hujum qilmaslikni ko'p marta aytganmiz, ammo infratuzilmamiz yoki iqtisodiy markazlarimiz nishonga olinsa, biz qattiq javob qaytaramiz. Mintaqa mamlakatlariga qarata aytaman, agar taraqqiyot va xavfsizlikni istasangiz, dushmanlarimizga sizning hududlaringizdan turib urush olib borishiga yo'l qo'ymang, dedi prezident. Hindiston Mudofaa vazirligi 2,8 trillion rupiy, ya'ni 25 milliard dollar qiymatidagi qurol-yarog' xaridi, jumladan Rossiyaning qo'shimcha raketa majmualarini sotib olish bo'yicha kelishuvni e'lon qildi. Bloomberg agentligining anonim va ishonchli manbalariga tayanib xabar berishicha, Mudofaa vaziri Rajnath Singh boshchiligidagi Mudofaa xaridlari kengashi Rossiyada ishlab chiqarilgan 5 ta S-400 zenit raketa majmuasini taxminan 6,1 milliard dollarga sotib olishga ruxsat bergan. Hozirgi vaqtda Hindiston ixtiyorida allaqachon 3 ta shunday majmua mavjud bo'lib, ulardan 2025-yil may oyida Pokiston bilan yuz bergan 4 kunlik mojaro davomida foydalanilgan. Yana 2 ta majmua yaqin oylar ichida yetkazib berilishi kutilmoqda. Rossiya hamon Hindiston uchun harbiy texnika yetkazib beruvchi eng yirik davlat bo'lib qolmoqda. Stokgolm xalqaro tinchlik muammolarini tadqiq qilish institutining 2025-yilgi hisobotiga ko'ra, barcha qurol-yarog' xaridlarining 3 dan 1 qismidan ko'prog'i aynan Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. AQSh Kubaga nisbatan energiya qamaliga qaramay, Rossiya neft tashuvchi tankerining mamlakatga yetkazib berilishiga ruxsat berdi, deb yozmoqda The New York Times nashri. Bortida 730 ming barrel xom neft bo'lgan Anatoliy Kolotkin tankeri Qo'shma Shtatlarning energiya qamalidan aziyat chekayotgan Kuba hududiy suvlariga yaqinlashdi. 9-mart kuni Rossiyaning Primorsk portidan yo'lga chiqqan kema Kuba poytaxti Gavanaga yaqin joylashgan Matansas portiga dushanba kuni kechqurun yoki seshanba tongida yetib borishi kutilmoqda, deya xabar bermoqda gazeta. Bu so'nggi 3 oy ichida Kubaga yetib borgan ilk neft tankeri hisoblanadi. Undagi neft Kubaga bir necha hafta, ehtimol 1 oygacha yetishi mumkin. Avvalroq AQSh Venesuela va Meksikani orolga energiya resurslari yetkazib berishini to'xtatishiga majbur qilgan edi. Eron o'z raketalarini AQShning har qanday bombalarga bardosh bera oladigan mustahkam bunkerlar ichida yashirmoqda. Bu haqda Bild nashri xabar berdi. Nashr harbiy tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, yer osti bazalari Eronning raketa arsenalini kuchli zarbalardan saqlab qolishiga yordam bermoqda. Ularning baholashicha, ko'plab obyektlar tog'lar ichida shunchalik chuqur joylashtirilganki, hatto Qo'shma Shtatlarning eng kuchli bunkerga qarshi bombalari ham ularni yo'q qilishni kafolatlamaydi. Bunday majmualar ichida omborlar, yig'ish zonalari va uchirish qurilmalari mavjud bo'lishi mumkin. Shunday turdagi bunkerlarni yo'q qilishning kam sonli variantlaridan biri ularning kirish qismiga zarba berib, bazalar faoliyatini vaqtincha to'xtatish hisoblanadi. Ammo bu qanchalik samarali ekani noma'lum, deyiladi Bild maqolasida.
AQShda Tramp ma'muriyatiga qarshi yirik norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Ayrim manbalarga ko'ra, ularning umumiy soni 8 millionga teng bo'lgan. Namoyishchilar Eron bilan urushga, migratsiya siyosatining keskinlashishiga va amaldagi prezidentning tobora kuchayib borayotgan avtoritar boshqaruviga qarshi norozilik bildirmoqda. Eng yirik aksiya Minnesota shtatidagi Saint-Paul shahrida bo'lib o'tdi. Tashkilotchilar bahosiga ko'ra, unda taxminan 200 ming kishi qatnashgan. Nyu-Yorkda esa 10 minglab odamlar ko'chalarga chiqqan. Miting ishtirokchilari ko'chalarda "Qurollarga o'rin yo'q. Trampni to'xtating. Demokratiyani saqlab qoling. Tramp aqldan ozdi. AQSh immigratsiya va bojxona nazorati xizmatini tugating. Boshqa urushlar bo'lmasin" kabi plakatlar ko'tarib chiqishgan. Nyu-York shtati bosh prokurori Letitsiya Jeymsning ta'kidlashicha, u va bugun mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlariga qo'shiladigan minglab odamlar demokratiya himoyasi uchun kurashmoqda. "Biz qonun ustuvorligi, tiyib turish va muvozanat tizimi hamda hokimiyat xalqqa tegishli ekani haqidagi fundamental g'oyaga asoslangan millatmiz. Ayni damda bu tamoyillar sinovdan o'tmoqda", deya fikr bildirdi prokuror. Donald Tramp va uning ma'muriyatiga qarshi namoyishlar faqat yirik shaharlarda emas, balki kichik shaharlar va konservativ shtatlarda ham bo'lib o'tdi.